Qoraqalpog'iston yurtimizdagi turizm salohiyati ancha yuqori bo'lgan hududlardan hisoblanadi. Bu yerda sayyohlar qiziqishiga sabab bo'ladigan yuzlab maskanlar bor. Aqchako'l ham ana shunday noyob joylar sirasiga kiradi. Aslida bu yerda turistik joy tashkil etish tashabbusi O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevdan chiqqan edi. Davlat rahbari Qoraqalpog'istonga qilgan tashrifi davomida Ellikqal'a tumanidagi 6000 gektarlik Aqchako'l atrofida dam olish maskanlari, plyaj hududlarini tashkil etishni taklif etgan edi. Muxbirimiz Ixtiyor Siddiqov ana shu sayyohlik maskanida bo'lib o'zgarishlarni kuzatdi. Afsonalarga ko'ra Chingizxon bosqinidan so'ng Xorazm shohlarining eng katta boyligi, ya'ni tillalari aynan mana shu ko'lga cho'ktirilgan. Mahalliy aholining so'zlariga ko'ra, Aqchako'l nomi ham aynan mana shu voqeadan kelib chiqqan. To'g'ri, bu afsona haqiqatga mos kelmasligi mumkin, lekin bugun bir paytlar qamishzor bo'lib yotgan ushbu ko'l qoraqalpog'istonliklar uchun haqiqatdan ham daromad manbaiga aylanmoqda. Aholi mana o'zi ochilganimizga hali bir yil bo'lmadi, lekin o'zi aholi to'lib ketdi bu yerda. Shu endi pul olib kelyapti-da mana. Ellikqal'a tumani Qoqcho'lning o'rtasida marvaridek tovlanib turgan Aqchako'l atrofida turizm infratuzilmasini yaratish, plyajlar, ovqatlanish joylari, velotrek, ko'l bo'ylab sayr uchun qayiqlar xizmatini tashkil etish kabi rejalar amalga oshirilmoqda. Infrastruktura uchun, mana bu amfiteatrlar uchun prezidentimiz tomonidan 10 milliard pul ajratildi. Ikkinchi etapida yana prezidentimiz 2024-yil yig'ilishda bizga yana 10 milliard ajratildi. Mana hozir ko'rib turibsiz, o'zi qurilishlar boshlangan endi, yana davom qilyapti. Endi 3-etapi bilan Xudo xolasa juda misli ko'rilmagan darajada katta turistik kompleks bo'lyapti. Tasvirga olish jarayonlarida Italiya va Ispaniyadan kelgan sayyohlik firmalari rahbarlariga duch keldik. Ular Qoraqalpog'istondagi katta o'zgarishlarni e'tirof etarkan, turizm mavsumida Ellikqal'a tumaniga sayyohlarni jalb qilish niyati borligini bildirdi. Bu joy menga juda yoqdi. Asosan Qoraqalpog'istonning o'ziga xos qal'alari. Avval ham bu yerda sayyoh sifatida bo'lganman. Xalqi juda ham mehmondo'st. So'nggi yillarda italiyalik sayyohlarning O'zbekistonga qiziqishi yanada ortdi. Ular Qoraqalpog'istonning dashtlari va bepoyon qumliklari hamda tarixiy qal'alarini ko'rish uchun bu yerga oshiqmoqda. Mazkur tumanda turizmni yanada rivojlantirish, xorijiy sayyohlarni jalb qilish borasida ana shunday keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Ushbu Aqchako'l bo'yida qurilayotgan sayyohlik zonasi ham kelgusida ko'pgina sayyohlarni va yurtdoshlarimizning ham sevimli manziliga aylanadi. O'tgan yilning o'zida 2000 ga yaqin chet ellik sayyohlarni qabul qildik. 2000 ga yaqin. Bu juda ochilishni hali hech kim tanimasdan bo'lib bu. Mahalliy sayyohlar plyaj 1,5 kilometr plyajimiz to'lib ketdi odamlar. Ellikqal'a tumani